Homiladorlarga 2 barobar muhim. Chunki sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi. Holi uni qo'yavering homiladorlik paytida. Homiladorlikka tayyorlanayotgan paytida ham o'sha holi urug'lanmasdan turib, ular ham hujayra, ular ham to'la irsiyatni to'g'ri va sog'lom irsiyatni tashiy bilish uchun, naslidagi bo'lgan irsiyatni tashish uchun o'sha hujayralar ham to'laqonli bo'lishi kerak. O'sha 60 xil mineralga to'yinish kerak. Shuning uchun uni menimcha homiladorlikgacha ham homiladorlikni to'liq jarayonida ham ichish kerak. Nimaga? Chunki buning ichida misol uchun temir preparati bor, to'g'rimi? Yod preparati bor. Agarda temir yetishmovchiligi bo'lsa, bizda nima paydo bo'ladi? Bolada ham xuddi shunday anemiya paydo bo'ladi. Anemiyaning turi ko'p. Bitta temir yetishmovchiligi emas. Misol uchun foliyaviy kislota yetishmasa, vitaminlar B gruppasi yetishmasa, hatto vitamin E yetmasa, bizda anemiya kelib chiqadi. Anemiyaning turlari ko'p. Anemichni degani kislorod yetishmayapti bolaga degani. Demak, miyasining rivojlanishi, a'zolarning rivojlanishi, to'g'ri shakllanishi uchun bu makro mikroelementlar juda ham ehtiyoji katta organizm uchun.